Men 5-yanvar kuni 2026-yil mana shu klinikaga kelganman. Namangan viloyatidan kelganman. Menda shu gepatit B turi aniqlangan. B hamda D turi. Jigardagi, taloqdagi shishlar bilan shikoyat bilan kelganman. Klinikaga kelib 5-da joylashdik. Bugun 8-9 kun bo'ladigan bo'lsa, o'zgarishlar yaxshi. Mahayobayevni doktorimiz qarayaptilar. Sharoitlari yaxshi, lichenalari yaxshi, xudo xolasa effekt yaxshi. O'zimda ancha o'zgarish his qilyapman. Bugun повтор analiz topshirganmiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana men sariq kasal bo'yicha kelgandim. Bundan 8 kun avval qornimda 5 litr suv bor ekan. Qornim shunchalar shishib ketgandiki, kechalari yoshlikka juda qiynalardim. Bayram arafasi bo'lib ozgina kechikib keldim, ammo bu yerdagi doktorlarga ming rahmat. Mana hozirga keldim, mana 8-kun. O'zimni yaxshi his qilyapman. Juda ham yaxshiman. Shetda doktorlarimizga yana ham rahmatlar aytaman. Bu kasallikdan kasallanib turgan yor birodarlarga ham kelib o'zlaringda beda bir tekshirtirib ketishlarini iltimos qilaman. Negaki bu kasal bo'yicha men 2004-yil kasal bo'lgandim. Mana 2026-yilga kelib 22 yildan keyin bu narsa qaytalandi menda. Shuning uchun hammalar hushyor bo'lib, shu poliklinikaga kelib o'zlaringda bir tekshirtirib ketishlarini iltimos qilaman.